Ey, necha marta aytdim, yemasang kasal bo'lasan, tushunyapsanmi? Ye mana oldi. Baqirur ekansizda mol deydi. Urama hozir. Ura. Salom. Qo'shnim Rus bilan uyiga kelgan bo'lsa kerak. Adashdingiz, narigi uyga o'tasiz. Ada, uyimni bilaman-u. Dada? Yüzün ko'zgusiga volay hayron. Isming nima? Nappi. Meni qizimning ismi Nappira. O'xshayapti. Faqat qizim biladigan savol berishim kerak. Seni kim tashab ketgan? O'zingiz aytganingizdek, laylak tashab ketgan. Bu gapga faqat qizim ishonardi. Qizalog'im. Hamma narsang o'zgaribdi, farosating o'zgarmabdi-da. Mayli. Yeb bo'lib chiqarsan, o'tin qilamiz. Men dam olgani kelganman. Tez, hali sigir sog'ish kerak. Men sigir sog'ish bilmayman-ku. Nima kiyib olding? Mayli, sigir sog'ish qanday esingdan chiqib ketishi mumkin? Qara, satilda olasan, o'tirasan, qo'yib sigirni sog'ib, sigirga rahmat, sigirjon deb turib ketasan, tushundingmi? Qaytarchi? Satilla olaman, rahmat sigirjon deyman, o'tiraman, keyin nima? Xo'jayin, o'zim sog'ib, kechga olib chiqib bersam bo'lmaydimi? 1 litr sut. Rossiyaga borgandan keyin tashiysan-da pul, kimdan so'ray boshqa? Dada, hozir ishdaman. Pulni qanday tashiyman? Muammo emas, tasha hozir. Xo'p, sizga qancha tashiy? Menga $100 yetadi shu mol halimga. Xo'p, singlimga qancha tashlay? Senga nech pul kerak? Akang so'rayapti. $500. Senga pul kerak emas ekan, menga pul tashlayver. To'xta, sen $500 pulni nima qilasan? Men 2 rupiya ko'rga bordim. Stop! Ertadan o'qishni yig'ishtirasan, bormaysan. Nimaga? Sen hali shaharga borganga 10 kun bo'ldi, shuncha o'zgarish. 4 yil o'qisang nima bo'larkin? Bormaysan o'qishga. Keyin o'qimagan ayoldan kim tug'iladi? O'qimagan bola tug'iladi.